Azizlarim, hammalarga qurbonlik muborak bo'lgan bo'lsin. Qurbonlikdan keyingi birinchi seshanbaligimizni boshlab ham oldik. Bu safargi so'rovimizni boshqacharoq qilaylikki, ichimizdagi nuroniy otaxonlarni qalbidagi so'rovni so'raylik azizlarim. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Orifjon boy, yaxshimisiz? Ha, rahmat, salomat. Sizdan so'raydigan so'rovimiz bor. Necha yoshdasiz? 65 ta bil. 65 ta. Namanganda Haqlobod Nori rayon Haqlobod shahar. Mana shu bo'layotgan ishlar, xizmatlar, buni orqasida turgan saxiy boylar deylik. Allohning do'stlari haqida fikringiz qanday? Allohning do'stlariga Alloh kuch-quvvat bersin. Bundan keyin ham ishlari bardavom bo'lsin, Xudo xolasa. Biriga 10 beraman deganni Xudoyim kamitmasin. Kamitmasdan berib tursa, biz olib borib yetim bolalarga tarqatib ularni xursand qilyapmiz. Biz ham oxiratda shu payg'ambarimizdan bir yormayon bo'ladi deganda umiddamiz, Xudo xolasa. Shu umidda kelinyapti. Shu umidda kelinyapti. Shu yoshingizda. Shu yoshda, ha. Boshqa hech qanaqa umid yo'q. Maqsad ham shu. Maqsad ham bitta. Oxiratda payg'ambarimizdan qo'shni bo'lish niyatimiz bor, Xudo xolasa. Alloh yetkazsin. Yetkazsin. Endi bu hayotda Parvardigor deydi, bilib bilmay qilgan gunohlarimiz bor. Shularni kafolatiga deymizmi, bu yoq oxirat yaqin qolgan sayin shuni Alloh roziligini o'ylar ekansizlar. Qanday qilib bo'lsa ham ehson qilib. Haqiqat tayyorgarlik oxiratga deng. Shu endi asosiy maqsad, to'g'risini aytganda shuda endi. Alloh roziligini olish. Siz bilan men ko'rmagan kafillarimiz haqida-chi? Masalan, yetim bolalarga har hafta mana siz buni xizmatini qilyapsiz-a? Buni asosiy rejissyorlari kimlar, qanaqa odamlar? Shu haqida ham. Endi bunga til ojiz bir narsa deb ta'riflashga. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Ayniqsa eski nima gap bor-ku, o'ng qo'ling bersa, chap qo'ling ko'rmasin degan. Ana shulardan Alloh rozi bo'lsin. Ular o'shanaqa odamlar. O'shanaqa odamlar. Men tanimayman ularni ko'p. Ishonavering. Xudo rozi bo'lsin. Hojibomda sizni ko'pchilik tanib qoldi. Umringiz uzoq bo'lsin. Doim xizmatga keladi. Deyarli har yil qurbonligini o'zimizga beradi. Oilasinikini, farzandlarinikini. Shu qurbonligingizga Xudo bitta savob bersa, yetim bolalar yesin deb tarqatasiz-ku. Alloh ikkita savob beradi. Inshaalloh. Siz birinchi yili qurbonlik qilganingizda Rasululloh alayhisalomning nomiga ham qilaman deb qo'shib ketgansiz. Bu yil ana sizni izlashlaringiz desam ham bo'ladi, bu yil juda ko'p bo'ldi. O'shalar haqida ham bir fikringizni ayting. Endi nima ham deylik, bu maqsadimiz shu yetimlarga yordam berishda bizning birdan bir maqsadimiz. Ko'p niyat qilib yurardik. Alloh taolo shukrlarga yetkazdi, alhamdulillah. Shu har yili qurbonlikni tarqatamiz-da yetimlarga. Bizning niyatimiz shu. To'g'larni to'ydirgandan shular yegani yaxshi-da. Shularni yegani yaxshi-da. Ular har kuni limonlar qilib yuribdi. To'g'lar har kuni go'sht yeb yuribdi. To'g'ri aytasiz. Shu oila a'zolarimiz mana hammamiz maqsadimiz jannatda. Ilohim yetkazsin. Alloh taolo yetkazsin. Oxiratda shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishda, Xudo xolasa, u kishiga qo'shni bo'lish bizning bir niyatimiz. Aytganingiz kelsin. Alloh taolo bu qilingan ihsonlarni, bu qilinayotgan ihsonlar dargohida qabul aylasin. Hammalarimiz jannatni nasib etsin albatta. Bu yerda xizmat qilayotganlarga, sizlarga ham Alloh taolo ishlaringizni rivojini bersin. Homiylarimizni ham qilayotgan ishlariga, kasb kamolotlariga Alloh taolo barakot aytsin. Bu qurbonliklar dargohida qabul aylasin. Kelasi yilga ham shunaqa joylarga yetkazsin hammani. Ilohim, Hoji rahmat, salomat bo'ling. Ko'p yashang siz ham. Hoji bobo, bu xizmatlar xabaringiz bor, 6 yildan beri bo'lyapti. Bu joyda xizmat qilayotganlar bor, siz ham biz ham ko'rmagan kafillar bor-ku. O'shalarga bir ta'rif bersangiz. Bu yetimlarga, kam ta'minlanganlarga yordam berishlik iymonning taqozosi. Qur'oni Karimda o'sha birinchi o'ziga rizq qilib berilgan narsalardan berish iymonning shartlari shunday sanaganda namozini o'qishi, g'oyibga ishonishi, o'ziga rizq qilib berilganlar boshqalar bilan o'rtoqlashish. Iymonning asosiy shartlaridan. Ular iymoni komil odamlar ekanda, Xudo xolasa bu kafillar, hokimiylarning dunyolari ham yaxshi bo'ladi, oxiratlari ham Xudo xolasa yaxshilikka bois bo'ladi qilinayotgan ishlar. Qalblari iymonga to'liq odamlar ekan. Xizmat qilayotgan ukalarimiz, akalarimiz bor. Hozir bittasini so'rasam 62 ga kiribdi. Subhanalloh. Maqsadim jannat deydi. Maqsadim Rasululloh bilan birga. O'sha bir kishi keladi, yo Rasululloh, mening qalbim qattiq deydilar. Biz yetimni boshini sizlarga deydi.
shu yetimni boshini silash endi u hali majoziy ma'noda emas, shunga bir yordam, manfaat, ko'nglini ko'tarish, shirin gap bilanmi, ha va ozgina bu bozorliklar bilanmi, ha yetimni boshi silansa qalbi salim berar ekan Xudo taolo. Qalblarimizni mayin qilib qo'yar ekan. Bu boshqa amallar bilan topib bo'lmaydi. Boshqa amallar bilan bir hojga borish bilan yo boshqa ishlar bilan bunaqa qalb mayin, ko'zga yosh keladigan holatlarni topish qiyin bo'ladi. Yetimlarga mehr, muruvvat bo'lsa, insonning qalbi salim bo'lar ekan, qalbi salim bo'lsa gunohlardan tiyilib qoladi. Ha, dunyosi ham obod bo'ladi gunohdan tiyilgandan keyin. Oxirati ham obod bo'lib ketar keyin. Hoji bobo, men bitta narsani ko'p o'ylayman, ammo javobini chiqargani ilmim yetmaydi. Bu yetim bolalarning xizmatini qilsak, Xudo xohlasak ham, xohlamasak ham mukofotlab tashlayapti-da. Endi qarab turing. Rasululloh alayhissalom ham yetim bo'lganlarda. Shu yetimlarda bir xislat bormi, hikmat bormi? Shuni tushunishga aqlim quvvat yetmaydi-da. Xudo taolo odamlarning qalbida mehr, shafqatni uyg'otib, mehr, shafqat uyg'onganlarni dunyo oxiratlarini obod qilishlikka Allohning bu nimasi, irodasi ketganda bu ishga. Bu ishga Allohning irodasi ketgan. Bo'lmasa Allohning xohishi ketgan. Xudo taolo shu boshqa muhtoj odamga yordam qo'lini cho'zganlarni yaxshi ko'rar ekan. Siz ham ko'p yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Siz har seshanba ko'raman-da shu xizmatga kelyapmiz, qo'limizdan kelgancha. Sovuqlarda ham kelasiz. Qo'limizdan kelgancha. Alloh qabul qilsin. Umringiz uzoq Men bo'lsin. xursand bo'laman. Hammadan, yosh bolalardan xursand bo'laman. Bularning qalbi hozirdan muloyim qalb bo'lib, qalbiga ilm yuqib hozir. Mana shu yigitga nima maqsadda kelasan, bolam? Bir savol beraylik. Yosh bola deganingizga ana qo'yib qoldim. Nima maqsadda kelasan, bolam? Men shu yetim bolalarga yordam berayotganlarga havas qilib kelaman. Katta bo'lsam har yil zakot tarqatadigan boy bo'lishni orzu qilaman. Ismingiz nima? Muhammad Fayz. Muhammad Fayz. Hojba duo qiling shu yigitga. Alloh fayzli yigit bo'lsin. Amin. Har ikki olamdan manfaat beradigan ilm ato qilsin. 10 xil qiroatdan dars aytadigan allomai zamon bo'lsinlar va bu ihson, xayrot, sadaqot, zakotlarni egasi bo'lsin Alloh. Alloh. Mayli, sog' bo'lgin bolam, umringiz uzoq bo'lsin. Hoji bobo, sizga ham katta rahmat. Salomat bo'ling.